Tojikistonga o'tib ketyapman. Andarxondan o'tdim mana. Endi Tojikiston chegarasiga. Tojikistonga o'tib oldim. Mana Andarxon postidan o'tib, hozir mana Tojikiston tarafdaman. Mana hozir mashinani gaplashdik. Mana o'tirgan mashinada, xudo xolasa yo'lga chiqaman. Avazoqni aytgan jo'sh yetkazsa kerak. Avazoqni aytgan jo'sh yetkazsa kerak. Tojikistonda Periyaladan mana tushyapmiz. Obedga to'xtadik. Xudo xolasa. Chiroyli-da baribir to'q. Chiroyli, yog'dimi? Ha o'chirmayman, adam meniki mazil ko'r. Tamom bo'lmaydi.
Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir Dushanbe shahrining tekstil fabrikasidamiz. Va meni hayron qoldirgan narsa bitta bo'ldi. Tojikistonda xususiy mulk yo'q ekan, hammasi davlatniki ekan. Agar siz xususiy bir nima ochmoqchi bo'lsangiz, uyingizgami yoki ko'chagami davlat kelib turib soliqchilar musodara qilib ketadi ekan. Men hayron qoldim shunga. O'sha kommunizm hali ham bitta bor ekan. Hafta vokzalda o'tiribman. Mana shu cho'zmalarman, yarimta non, choy 26 so'moniy bo'ldi. Biroz ta'mini ko'ramiz. Qani Tojikistonda Uyg'urlar mana bir hammani ko'raylik, qanday bo'lar ekan. Hali yegan qovurga gap yo'q edi. Men o'yladim. Shu tog'dan tushayotganimizda keldi ofitsiant. Qovur bering. Dedim. Bittami ikkita dedi. Ko'pchilik bitta zakaz qilar ekan, nimagadir men bilmadim. Keyin bilib oldim. Bizni Qo'qonda kovobiga ikkita kelar ekan, bitta kovob. Plus qiyma zakaz qiluvdim-da. Plus mana bu qalinroq bo'lgan ilkada kesalmani malagi kovob, qiyma kovob. Haqiqiy zo'r kovob ekan. Ikkita kovob 50 so'moniy bo'ldi. Hammaga mazasiga gap yo'q. Realni bizdagi o'sha 20 milliy qiyma kobobda ikkita ekan. Bittasiga. Endi bo'laveradi endi. O'qib bittaga. O'qishmay bo'ladi endi. Erondan kelgan mehmon hidi tanishib qoldik. I'm Iranian in the Miss, in the Mehdi, Bakarzadeh, in the France, you, I love you, and you, because in the man very good and behavior alright. It was in the teaching, in the teaching and teaching in the university and school very much in the teacher alright. In فارسی زبان فارسی. Okay, yes. ایشان دوست من هستند. این را من خواهم دوست داشت و به شدت علاقه خاصی بهشان دارم. به خاطر این که از برخورد خوبی برخوردار هستم. ایشون مدرسه and in the school, in the university هم دانشگاه هم مدرسه تیچر هستن، معلم هستن، استاد هستن و این آقا بسیار بسیار very very alright behavior اخلاق خوبی دارند. ای رحمت. Assalomu alaykum. Mehmonxonamiz. Mana shu yerda qoldim. Ko'rsataman aytdi hammom. Tuvalet. Keyin konditsioneri bor, televizor.
o'sha. Chotki. Kecha Dushanbega soat kechqurun 9 da kirib keldik. O'shanda o'sha nimani tashab endi o'sha qolgan yo'lovchilarni tashab taksiz aka-da sizga eng zo'r maslahatim mana shu Chorbog' terminal ekan bizda bu yerda endi Qo'qonda avtostansiya bo'ladi. Mana shu yerda dedi shu hostel bor. 50 so'mlik bo'ladi aka dedi. Hammomi bor. Tualeti, oldida ovqatlanish joylari, plus mana shu Dushanbeni xohlagan joyiga marshrutga avtobus, Tojikistonda xohlagan joyingizga taksi yuradi dedi. Mana shu yerda qoling aka. Baribir kech bo'ldi, charchagansiz. Shaharda aylanolmaysiz dedi. O'shaning uchun shu mana shu mehmonxonada qoldim. Bir kechaga prostoy xonasi, o'sha ko'rdilaring. Televizori bor, konditsioner bor. 50 so'mlik lyuks xonasi 100 so'mlik ekan. O'sha bitta porsi, ikkisi kitob puli bo'ldi. O'sha mana shu oti mana bu mana. Tavsiya qilaman. Konditsioner 5 mehmonxonada yotdi oddiy odamlar. Prostoy mehmonxonada yotdi. Bitta divan, pivani yoki boshqa narsa uxlagan odamga menimcha farqi yo'q. Konditsioneri bor, televizori bor, hammomi bor, tualeti bor. Yana nima keragi bor, yana boshqa narsa. Meni hayron qoldirgan narsa bo'ldi. Erondan kelgan ikkita o'qituvchiga universitetda dars berar ekan. Mana bu kitobni sovg'a qildi. Million ichib olgan. Ingliz tilida, eronchada qisqasi uncha-muncha ag'dan-bag'dan gaplashib o'tirdik. Xudo xolasa men Eronni yaxshi ko'raman. Sheroz shahriga bormoqchiman. Keyin o'sha Naqshi Jamshid degan joyi bor ekan. O'shani ko'rgani boraman, xudo xolasa nasib qilsa desam. Xursand bo'lib ketganidan HP degan noutbuki bor ekan, o'sha g'iloflari bilan. Mana shu senga sovg'a, meni davlatimni sen yaxshi ko'rasan ekan deb mana olasan deb turib oldi. To'g'risini aytganda Trezi bo'lganda olaverardim-u, ichib olganida o'zini bilmas edi. O'shaning uchun olgani xijolat bo'ldim, lekin mana shu senga sovg'a, meni davlatim yaxshi ko'rganingdan dedi. Intervyu olmoqchi bo'lsam, endi u holatda, u holatida nima deydi? Intervyu qilish juda uyat sanalarida, o'zini bilmay turgan o'ta bir nima deydi? Qayb holatda edi. O'shaning uchun kechqurun intervyu qilmadim. Eron haqida, Eron Isroilda mana bugun 5-urush kuni, urushning 5-kuni O'zbekiston futboli haqida gaplashdik-ku, lekin ko'p aljiradi. Nima deyotganini tushunmaydi. Qo'y dedim, Eronda o'sha universitetida dars beradi ekan. Hozir esimda yo'q, nimadan dars beradi-yu. Texnologiya bir shunaqangi narsalardan olishni hojati yo'q edi. O'shaning uchun ertalab turib shu kitobni berdi. Men kitobini olaman dedim. Notebookini olmayman dedim. O'zingga kerak bo'ladi dedim. O'sha fors tilining kitobi ekan. Olib qo'yavering. Nima ketyapti? Lekin unga men hech narsa bermadim. Dushanbeda yana bir hayron qoldirgan narsa, taksistlarda hammasi elektrik mashinada ekan. Ya'ni birorta bir taksi metan
propan yoki bir boshqa bir benzinda yurmas ekan. Taksilarda hammasi elektritskiy avtomobil ekan. Mana shu hayron qoldirdi. Ko'chalari toza. Narxlarini taqqoslaganda shu Qo'qon bilan bir xil. Hayron qoldim. Kecha masalan kechqurun o'sha ujin qilganimda yarimta non, choy, cho'zma lag'ma, yarim porsiya 30 ming so'm bo'ldi. Qachti Qo'qon bilan bir xil. Haqiqiy ovqatlarini, lekin kecha kelayotganda o'sha ofitsiant kelib obed qilayotganimizda kovob ber desam bir siqma dedi. Qo'qonda bir siq kovob obed qilmaydi hech kim, uyalib yo'q 2 siq kovob desam ularni bir siq kovobi Qo'qonning qimmat qiyma kovobini ikkitasiga to'g'ri kelar ekan. Mana shu ishga hayron qoldim. Meni hayron qoldirgan narsa Tojikiston tog'larida ustida joylashgan ekan. Mana poytaxti tog'ni tugashi. 90% hududi menimcha shu tog'dan iborat bo'lsa kerak. Sababi shu O'ratepadan boshlandi. O'sha toqqa chiqish adashmasam shu bilan men bir 6 soatda ham shu tog'dan o'tolmadik-da. Yo'llari abgor, qo'rqdim. Bitta 8 kilometrlik tunneli bor ekan. Bitta 10 kilometrlik tunneli bor ekan. Haqiqatan ham qo'rqinchlik, qo'rqdim. Kecha yo'lda kelayotganda shu narsaga e'tibor berdim. Shu 12da 11:30-12da mana shu toqqa ko'tarilgan bo'lsak, 7da tushdikda, 8 soat yurdik tog'da. Ikkita joyda mehmonxona degan yozuvni ko'rdim. 6ta sharshara ko'rdim. Ikkita sharshara o'ta jiddiy, katta, haybatli, odamni o'zini jalb qilib turgan chiroyli sharshara edi. Qolgan sharsharalar kichkina. Nomiga sharshara degan nomi bor. Chiroyli joylar, bir so'ylar oqib turibdi, lekin birorta joyda dacha kelinglar, dam olinglar degan yoki bir do'kon narsa sotaman degan yo'q ekan. Ya'ni servis, odamlarga xizmat ko'rsatish, o'sha yerda bir dam olgani umuman yo'q. Balki qiziqmaydi bular, shunaqangi bir dachalar tashkillab pul ishlashga yoki ehtiyoji yo'q. Sababi yo'lda haqiqatan ham ikkita joyda mehmonxona. O'sha mana shu endi bir minimum 6 soatlik tog'dagi yo'lda ikkita joyda mehmonxona degan yozuv ko'rdim. Keyin Dushanbega kirayotganda o'sha prezidentskiy dachasi bor ekan. O'shandan keyin o'sha dachaga o'xshagan bir uylar paydo bo'ldi, ko'rindi. Endi balki menga sezilmagandir-u, ammo lekin yo'lda yozuv ko'rmadim, dacha bor degan yoki bir do'kon, sotuv joylari umuman ko'rmadim. Bitta o'sha o'ta bir dahshatli tog'ni burilishida qurt sotayotdi. Bori shuka, o'shanga hayron qoldi. Bizda perival sun'iy perivalga aylanib qoldi, ya'ni o'zlashtirilgan, odam tomonidan o'zlashtirilgan perivalga aylanib qoldi. Bulardagi haqiqiy odam qo'li bilan o'zlashtirmagan haqiqiy tog'lar turibdi, shunisi meni hayron qoldi. Balki o'sha bir rivojlanish pastdir bularda, bilmayman. Ammo tabiiy inson qo'li bilan o'zgarish kiritilmagan, o'zlashtirilmagan narsalar odamning ko'ziga chiroyli, jozibador bo'lib ko'rinar ekan.
yana meni bitta hayratga qoldirgan narsa, mana ko'rib turibsizlar. Bilmayman, 2 kilometrdan beri Tojikistonda tarixiy obidalari, o'sha o'tmishda o'tgan o'sha mashhur olimpiada yoki sport chempionlari, keyin mana shunaqangi Tojikiston tarixida mana shu davlatning rivojiga hissa qo'shgan o'sha SSR davrida bo'ladimi bu yoki o'sha amirlik davrida bo'ladimi, u kim bo'lishidan, qachon bo'lishidan qat'iy nazar tarixidan voz kechib yormagan. Mana где-то bir 2 kilometrdan beri mana shunaqangi, mana kim o'zini mana shu Tojikistonda rivojiga hissa qo'shgan bo'lsa, mana turibdi. O'tgan odam xohlasa ham, xohlamasa ham ularga ko'zi tushadi, eslaydi. Biznikilar mana shu O'zbekistonda qaysi davrda bo'lishidan qat'iy nazar rivojiga kerak bo'lsa mol mulkini hadya qilib, kerak bo'lsa jonini fido qilib, kechasi bilan uxlamasdan O'zbekistonda rivojiga hissa qo'shganlarni afsus biz esimizdan chiqarib yubordik. Hozirgi holatga kelishiga baribir o'sha o'tmishda SSR davrida bo'ladimi, xonlik davrida bo'ladimi, hissasi ularda ham bor edi. Biz voz kechib yubordik ulardan. Mana shu narsa afsuslanarli holat. Mana 2 kilometrdan yuribman, yana oldimda qancha bor. Mana shu turibdi mana. Kim bo'lgani u? Mana qahramoni Sovet ittifoqiy nima bolalar deb yozib qo'yapti. Bu ko'ringlar, mana bir bilmayman, ataylab yuribman piyoda. Mana shu devorda bilmayman, mana 4 yo 5 kilometri endi mana tarixiy o'sha qadimgi zamon vaqtdagi hodisalar yoki o'sha bir narsalarda aks etib turgan rasmlar, mana xarita va turibdi. Menimcha bu mana shu boshlanishidan oxirigacha, hozirgi vaqtgacha bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Sababi boshiga kelib qoldim. Qo'qonda ham bor shu narsa, Chorsuvda, Hamza teatrini oldida, o'sha Qo'qonda yashab o'tgan buyuk shoirlar yoki shoir yozuvchilarda esga tushiruvchi bir haykallari yoki bir yodgorliklari bor. Yo'q emas. Ammo lekin mana shu Qo'qonda shu holatga, hozirgi holatga, masalan, zavod, fabrikalar bor edi. Institut bor, tibbiyot xodimlari bor. O'z vaqtida mana shu zavod, fabrikalarni Qo'qonga olib kelishga hissa qo'shgan yoki o'sha masalan ekstrenni yoki boshqa bir tashkilotlarda qurilishida hissa qo'shgan, kechasi bilan uxlamasdan mehnatini ayamaganlar, zo'r muhandislar, zo'r jurnalistlar, tibbiyot xodimlari, o'qituvchilar va shunga o'xshagan bir o'zini mavqeini ushlab turgan bir insonlarda biz bilmaymiz, yoshlarimiz ham bilmaydi, ularning mehnatini qadrlamaydi ham. Mana shu narsa eng achinarlisi deb o'ylayman. Sababi Qo'qonlikman deb shahrim chiroylik deb faxrlanamiz, lekin mana shu shahrimizni buyuk qilishga yoki chiroylik bo'lishiga o'zini hissasini qo'shgan insonlar haqida umuman hech narsa bilmaymiz. O'rnak olish kerak deb o'ylayman mana shu yerda. Mana shulardan shu jiddiy ko'chalarga, masalan, Qo'qonda tibbiyotini rivojlanishiga asos solgan mana bu professor, mana bu doktor
yoki mana shu Qo'qon davlat pedagogika institutini ochilishiga yoki qurilishiga sababchi bo'lgan yoki o'shani boshida turgan mana bu inson deb yozib qo'yilsa yoki o'shani bir rasmi bilan bir ko'rgazma qilib qo'yilsa menimcha yaxshi bo'ladi. Masalan bor bozor, yangi bozor. Yangi bozorda bilmayman bir 10 mingta odam tirikchilik qilsa kerak. Ammo lekin yangi bozorda ochilishiga, o'sha qurilishiga sababchi bo'lgan insonlar, ya'ni bozor bo'lib ochilishiga o'zini hissasini qo'shib, kechasi bilan uxlamasdan uni proyektini tuzib, kerak bo'lsa o'sha dasturni yozib, Toshkentga borib prezidentdan ruxsat olib, mana shu qurilishiga sababchi bo'lgan insonlarni bilmaydi. Bozorga chiqadi, sotadi, qaytib keladi. Lekin bu bozorning ochilishiga kim sababchi bo'lgan? Kimlar boshida turgan? Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun mana shulardan o'rnak olsa kerak, yaxshi bo'ladi. O'rnak olinsa. Sababi o'tmishimizni bilmasak, kelajagimiz ham juda unaqangi bir. Xudoga shukr, rivojlanish yaxshi bo'lyapti. Buni ko'rib turib, O'zbekiston ancha oldinga o'tib ketibdi rivojlanishdan. degan fikrga keldim. Sababi hali paxsa devorlar, o'sha bir yo'llar achinarli, ayniqsa Perevalida. Men o'yladim, biz Samarqandga borayotganimizda Vohodagi Perevalni ko'rib, bu Pereval emas, Qo'qonliklar uchun Perevalcha, bizniki Pereval deb bir yurar edim. Kecha ularni Perevaldan o'tib, ularni Perevalini oldida o'sha Qo'qon Toshkent Qipchoq deydimi, nima Qapchiq dovoni bularni Perevalini oldida bir Perevalchi ekan deb fikrga keldim. Lekin yo'llari o'ta xarob, achinarli holatda. Kecha ko'rdim, o'sha tekstilga bordik, Tojikistonda o'sha Dushanbeni tekstiliga. Maydoni 45 gektar. Bir nechta odam ishlaydi bilmayman, bir 6 mingta odam ishlasa kerak. Esir paytidagi o'sha stanok davlatniki. Andijonlik o'sha stanoklarni remont qilib turgan ustalar bor ekan. Ular bilan gaplashib o'tirdik. Kuniga 600 ming so'mdan dogovor qilib olib kelgan ekan. Mana shu stanoklarni remont qilib berasan. Har kuningga ishlaysanmi, ishlamaysanmi, buzilarmi, buzilmaydimi? 600 ming so'mdan pul beramiz deb. Ular aytayapti, mana shu 45 gektarlik joyda O'zbekistonda 40 sotiylik joyda chiqarib turgan mahsulot bulardagidan samarali, sifatli va ko'p deyapti. Poytaxtda sun'iy sharshara qo'yib qo'yibdi mana. Chiroyli, endi ikka borgani hozir vaqtim yo'q, lekin ertaga borib o'sha yerdagi dacha yoki o'sha yerdagi bir oromgoh o'ta bir chiroyli holatda ko'rinsa kerak. Juda tashqaridan o'zi uzoq joydan o'zi shuncha chiroyli ko'rinyapti. Oldidagi bir ziyoratgoh, dam olib turgan joylar menimcha juda chiroyli bo'lsa kerak. Hozir mana shu boqqa kirib bir aylanib chiqaman. Sadriddin Ayniy nomidagi istirohat bog'i deyapti. Qani ichida nima bor ekan? Ko'rib chiqaman. Archalari, ekilgan daraxtlari, gullari. O'zbekistonnikidan hech qanaqangi farq qilmaydi-yu, lekin bog' deganchalik bor ekan. Sababi mana gazonlar o'rilgan, o'ta qalin ekilgan mana daraxtlar. Haqiqatdan ham bog'ga o'xshaydi ekan mana. Bog' deyishga arziydi, chiroylik.
haqiqatdan ham bir o'rmon desa bo'laveradi ekan. Bir narsaga e'tibor beryapman, odam yo'q. Perivalda ham umuman mashina почти ko'rinmadi. Mashina yo'q. Ko'chada odamlar yo'q, yurmaydi. Ish bilan banddir balki-yu, lekin odam yo'q. Umuman mana bo'm-bo'sh. Chiroyli. Mana ko'ringlar, mana chiroyli. Sharsharalar oqayotibdi. Lekin odam yo'q, yurmaydi. Yugurib yo bir jismoniy mashq qilgan yoki ko'chada birortasi yurgan. Menimcha hammasi Rossiyada bo'lsa kerak bularni, erlarini, xotinlari uyda o'tirsa kerak. Lekin haqiqatdan ham odam kam. Yo'q desa ham bo'laveradi. Perivalda ham umuman masalan 1 minutda bitta mashina o'tdimi yo'qmi bilmayman. O'tgan bo'lsa o'tdi, o'tmadi desa o'tmadi. Kerak bo'lsa mana shu 8 kilometr, 10 kilometrlik tunnelida KAMAZlar bir-birini obgon qilib o'tib ketyapti. Ya'ni Dushanbe tomonga. Tunnellar ichida endi kichkinagina shu mashinani yo'qligidan, odamning yo'qligidan dalolat beradi. Shu bir fikr kelib qoldi. Ha deb 10 martalab borgan masalan Toshkentga yoki boshqa bir Chorvoqqa, shunga o'xshash bir Chodega yoki bir Perival ha deb borib kelavermasdan baribir o'sha pul ketar ekan. Men hisoblab chiqdim, o'sha pul ketar ekan baribir. Dag'anga bir chetga chiqib qo'shni davlatlarda rivojlanishi, ertaga bir madaniyatni, odamlar nima bilan yashayapti, nimani o'ylayapti, rivojlanish qanaqangi bo'lyapti, biz rivojlanishni qanaqangi bir bosqichidamiz degan narsani ko'rib, bir madaniy hordiq chiqarsa ham bo'laveradi ekan degan fikrga kelib qoldim. Sababim deb hisoblasam, Andarxon chegara postigacha piyoda keldim. 20 ming so'm pul sarfladim. Konibodomga o'tganimdan keyin Dushanbegacha birinchi marta kelib turganligimga 200 ming pul sarfladim. O'sha elektromobildagilar keldi, 150 somoniga olib ketamiz dedi. Где-то bir 180 mingga to'g'ri keldi. O'sha Toshkentda yo'li. Bir 200 ming umumiy hisobda shu Dushanbega kelgani pul ketyapti. Ketgani yana 200 ming so'm ketsa 400 ming so'm. Yeb ichish, bunaqangi bir bog'larda aylanish uchun bir 100 ming, 150 ming ketsa bir 800 bilan chiroyli aylanib, So'richada o'tirmasdan o'sha mehmonxonada yotib, shahar aylanib, muzeylarga kirib aylansa yaxshi ekan degan fikrga kelib qoldim. Bu nafaqat Tojikiston, Qirg'iziston masalan O'shga borib yoki o'sha Issiqko'lga borib yoki Turkistonga borib, Qozog'istonga mana shunday qilib aylansa ham bo'laveradi ekan degan fikrga kelib qoldim. Sababi ko'rib turib inson keyin fikr qiladi ekanda. Kim rivojlanishni qanaqangi yo'lidan ketdi-yu, qanaqangi yashayapti, qanaqangi holatda deb. Lekin o'sha Dushanbe menga ijobiy nima deydi, taassurot qoldiryapti. Ko'chalari toza, odamlari samimiy, shoshgani yo'q hech qaqa. Spokойno yuribdi. Lekin haqiqatan ham odam kam ekan.
adashmasam mana shu boqqa kirish pullik. Sababi u boshida ham, bog'ni u boshida ham o'sha harbiycha kiyim olgan, o'sha terminalda oldida o'tirgan edi. Hozir chiqishda ham o'sha terminalda o'tiribdi, ham o'sha alohida kiray turgan yo'lakchalar qo'yib qo'yibdi. Kirishda o'sha chek berib kirgizdiradi shekilli. Bilmadim, mendan kirishda ham, chiqishda ham pul olmadi. Sababini bilmadim. Lekin pullikka o'xshayapti kirish. Endi balki sal tong bo'lgani uchunmi pul so'ramadi balki. Lekin pullik shekilli boqqa kirish. E'tibor berayotgan bo'lsalaring, yana har bitta uyga Tojikistonda bayrog'ini qo'yib qo'ygan. E'tibor berdim shunga mana. Bular yo o'zini vatanini juda sevadi, yo mana shunaqangi qo'yib qo'yasan deb bularga buyruq bergan. Sababi har ikkinchi etaj, e'tibor beryapman, ikkinchi etaj. Degi har bir domga bayroq qo'yib qo'ygan. Ajoyib voqeaga hozir guvoh bo'lyapman. Mana u dom. Hisoblasalaring, mana 3 etaj. 3 etajli dom. Bir ikki qadam yurgandan keyin mana sekin to'rt etajga aylanib qolyapti. Ajoyib. Hali бриллиантовая rukada bor edi-yu, брюки превращаются derdi-yu. Xuddi shunaqa 3 etajlidan 4 etaj bo'lib qolyapti. Suvsab ketdim, suv olmoqchiman. Lekin Astanovkadagi bir do'konlar ko'rmayapman. Bu yerda Astanovkada do'kon bo'lmas ekan. Chiqib qolardim, ancha yurdim hozir. Lekin yo'q, do'kon degan narsani o'zi yo'q. Yo'lda bo'yida. Hozir birorta bog'moqda oldida chiqib qolay. Lekin qurilish katta. Endi O'zbekistonda ham qurilish bo'lyapti. Baland binolar. O'ta baland binolar ko'p qurilyapti ekan. Rivojlanish yaxshi qurilishda Tojikistonda. Shahar chiroyli, poytaxt bo'lgandan keyin avtomatik hamma e'tibor poytaxtga bo'ladi, hamma pul poytaxtda chiroyli bo'lishi aniq.
Tojikistonliklar katta narsalarni yaxshi ko'radi shekilli. Uni darvozasi ham o'ta katta, bilmayman. Alangasi, katta bayroq, katta gerb. Hozir Istiqlol maydonida aylanib yuribman. Endi bu uni o'rniga bitta 20 etajli bino qursa, shu darvozani o'rniga yaxshi bo'lsa kerak. Juda katta, haddan tashqari darvoza katta. To'g'risini aytganda, mana shu binoni nimaligini bilmadim. Sharsharalar, favvoralar. Mana shu yerda o'tiribman, ro'parasiga qarab. Lekin bu nimaligini bilmayapman. Chiroyli, qulay. Yaxshi qaralgan. Katta yo'l, bilmayman, bu yerda parad o'tkazsa kerak. Qurilishlari katta. 8 gacha hech narsa ochilmas ekan. Hozir supermarketga kirdim, chiqarib yubordi. Narxlarini ko'rib bir solishtiraman o'zimizda O'zbekistonda narxlari bilan deb qiziqdim. 8 gacha ochilmaydi dedi, chiqarib yubordi. Shunaqa, lekin qimmatroqqa o'xshayapti. Kecha ko'rdim, Qo'qondagi o'sha 7000 so'mlik somsani 10 somoniy dedi. Endi 10 somoniysi menimcha 12000 so'm, 13000 so'm bo'lsa kerak. Endi bizga o'sha ikkita somsa beradi-da, bittaga bitta somsaga. Oziq-ovqat narxlari qimmat ekan. O'sha Pepsisi ham ko'rdim kecha, o'sha konyagi-yu, arag'i-yu, Adrianel, o'sha mana energetiklar, lavashdan tortib hammasi O'zbekistonnikidan ancha qimmat. Lekin xizmatlar arzon. Xizmat arzon. O'zini ishlab chiqarishi yo'qligi uchun shunday bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Daraxtlari ham chiroyli. O'zbekistonda Qo'qonda ham bor bu daraxt. Ularning katta emas. Gullashini endi mana shu yerda ko'rdim men. Gul chiqarayotganini. Endi asosiy maydoni bo'lsa kerak bu maydon. Qarov qattiq.
Katta darvozani ko'rdim. Katta mash'alani ko'rdim. Endi hozir katta gerb bilan katta bayroqni ko'rgani ketyapman. Kecha kechki payt bo'lishiga qaramasdan ko'rinib turadi chetlarida. Hozir ko'zim tushmayapti. Mana shu Istiqlol maydonidan chiqib olay, ko'rinib qolar. Bir borib ishni ham esdalikka videoga olib qo'yaman. Tojikistonda Moliya vazirligiga puldor tashkilot o'shaning uchun ham ko'cha yoritib turgan mana chiroqlar va juda seriozniy, chiroyli. Haqiqatan puldor tashkilot ko'chasiga haqiqatan ham o'xshatib qo'yibdi. Mana bu bino bo'lsa, yozib qo'yibdi. Tashqi ishlar vazirligi deb yozib qo'yibdi. Tashqi ishlar vazirligi binosi ekan. Mana ma'nosini bilmadim. Vazirliklar prezidentining qarorgohini joylashgan asosiy ko'chada mana shu istirohat bog'iga kirdim. Endi asosiy odamlar yig'ilayotgan joydagi bog' chiroyli bo'ladi o'z-o'zidan. Katta bayroq bo'lsa, tagi hovuz. E'tibor bersalaring, ona katta gerb. Mana bilmayman, bu yerda davlat tadbirlari o'tkazilsa kerak. E'tibor beryapman, mana shunaqangi katta xiyobon, shunaqangi chiroyli shaharda ko'chalari odam yo'q. Balki endi poytaxt aholisi endi Toshkentda ham ne paytda ishga borib, keyin kechqurun yursa kerak-da. Lekin umuman odam yo'q. Bir ikkita bog'da chekkalarida ko'rdim. Bo'mishda bo'lmaydi u. Chiroyli kiyim olgan bolalar skameykalarda yotib telefon chuqurlab o'tiribdi. Bilmadim, yana qaysidir bog'iga kirib o'tiribman, mana juda salqin. Shu unisi bog'da oldidan shunday yo'ldan bag'iga o'tdim, yana bitta bog'. O'sha mana katta bayroqda oldidagi ko'kalamzor, salqin. Kecha mashinada kelayotganimizda Optovga o'xshovdi, birorta bir salqin joyi yo'q deb o'yladim. Yo'q. Zo'r, chiroyli, salqin, barhavo, hamma yo'q mana. Arqalar, atirgullar. Aytda yana qanaqangidir hovuz bor. Bag'da ham xuddi shunaqangi daraxtlar. Salqin joylar. Chiroyli, barhavo. 9da ochilar ekanda, bu yerda hamma narsa. Bir supermarketiga kirib biror nima yeb olay desam, na bir hot-dog sotadigan joy bor ekan bu yerda, na bir boshqa narsa. Asosiy ko'cha bo'lganiga bo'lsa kerak menimcha. Na bir do'kon bor, na bir lavashxona bor, na bir somsaxona bor. Farq qilyapti mana shu Qo'qonda xohlagan joyga borib, xohlagan joyda, xohlagan vaqtda nimani bo'lsa yuradi olib. Bu yerda hozir supermarketda yozib qo'yibdi, bu xilgilari 8da, bu xilgilari 9da ochilar ekan. 8da ochilayotganda oldidan o'tib ketdim, hozir 9 oldida 9da ochiladi yozib qo'yibdi. Ochilib qolar, 9da kutib turibman. Odam yo'q. Hammasi ishda bo'lsa kerak.
9 ga yaqinlashib qoldi. O'shaning mana fontanlar ham ishlab ketdi. Bilmadim endi bu kim ekan. Lekin ro'parada bilmayman, jiddiy bino turibdi, bilmayman shunaqa bo'lib tashkilot ekan. Endi bilmadim, mana u daraxt otini bilmadimmi? Bir narsa ko'rsatmoqchiman. Fikr kelib qoldi. Bilmadim to'g'rimi, noto'g'rimi yo'q. Mana shu bog' mondaqangi laylakka o'xshagan. Bunga fonarlar bilan to'la ekan. Bular kechqurun yonsa kerak deb o'ylayapman. Sababi mana u dnevnoy lampaga o'xshayapti-da, mana ular. Agar kechqurun yonsa, juda chiroyli ko'rinsa kerak. Biroq mahallaga yo ko'chaga kirib qoldim shekilli. Sababi ko'cha ajoyib. Har bitta stalbaga bayroq ilingan. Archalar dahshat. Bu arkani ko'rsalaring mana. E'tibor berdilaringmi yo'qmi? Gerb turibdi. Men mana shu prezident yursa kerak bu ko'chada. O'zidan o'zi bunaqangi bo'lmaydi-da. Daraxtga gap yo'q, archaga. Вообще gap bo'lishi mumkin emas. Bitiruvchi 2025 bo'lsa kerak mana Ismoil Somoniy. Gul qo'ygan olib ketyapti. Bitiruvchi 2025. Mana bu ko'rib turganlaring bitiruvchi 2025 plus o'sha grant chet elda o'qigani, grant yutib olgan qizlar, bolalar bir taqdirlash marosimi bo'lsa kerak. Sababi mana ko'kragiga o'sha grant sohibi, men tojikchalar shunaqangi yozib qo'yibdi. Tushunishim bo'yicha shunaqangi yaxshi o'quvchi grant sohibi deb yozyapti. Shunaqangi marosimlar ham bo'lib turar ekan, guvohi bo'lib qoldim. Yaxshi. Nimaga bitta avtomat bilan turibdi? Bular parkovka qilish mumkin emas desam, bu Tojikistonda Ichki ishlar vazirligi ekan. Ichki ishlar vazirligi shuncha milisa o'tiribdi avtomatlar bilan. Oldidan o'tib ketaverdim. Birortasi nima qilyapsan bu yerdan yurma. Bu degan yo'q, videoga olib o'tib ketyapman. Evet, tankga qarshi balobatlarlar qo'yib qo'ygan. Bittasida hayajon, bir shoshilish yo bir qo'rquvmi, nima ish qilib tushuntirib bera olmayman, sezmadim mana. Moliya vazirligining oldidan o'tdim, prezidentining qarorgohidan o'tdim, Tashqi ishlar vazirligi, mana endi Ichki ishlar vazirligi mana. Ishi ham bo'lgan yo'q, sen nimasan, kimsan, nimaga yuribsan bu yerda deb. Avtomatligi ham, avtomatsizi ham, mashinadagisi ham, balobatlari ham umuman so'ragani yo'q. Hayron qolyapman, hayronman, avtomatda o'tiribdi. Mana. Lekin mana yonboshlarda ko'rsatib ketaman. Avtomatda o'tiribdi mana.
ammo ishi ham bo'lgan yo'q. Aylanib yurib endi hozir Sog'liqni saqlash vazirligiga, sog'liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi binosidaman mana. Chiroyli joylar mana. Katta bino ekan. Hammasi ishda shekilli, bitta ham odam yo'q. Просто ajoyib. Ben jiddiy ko'chaga kirib, aylanib yuribman. Prezidentning qarorgohida. Ular tinch bo'lsa kerak, o'shaning birovdan bir xavfsiramasa kerak. Bo'lmasa tutib-tutini chiqarib tashlaydi, bunday yurishimni. To'g'risida Ichki ishlar vazirligi yo'q, hazilakam ham yerda qurollar bilan turgan yo'q hatta. Avtomatlar, pistoletlar bilan. Lekin videoga oldim, o'tib ketyapman. Nimaga videoga olyapsan? Meni videoga olma, bu yerda mumkin emas. Nimaga yuribsan bu yerda, yo'qol bu yerda degan bir e'tirozmi, bir qarshilik sezdim.